Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh taologa behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Sahoba-i kiromlardan Alloh azza va jalla o'zi rozi bo'lsin. Mana biz Ramazon oyida turgan ekanmiz. Siz azizlar bilan 14-darsligimiz bilan siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz. Barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman. Ramazon oyini 14-darsligi, ya'ni 14-kunligi siz azizlar bilan ko'rishtirgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Ramazondagi xotiralarimiz degan mavzuda inshaalloh siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Biz musulmonlarni Ramazondagi xotiralarimizni eng go'zali Qur'on Karimni aynan shu oyda nozil qilinganidir. Alloh taolo aytadi: Qola ta'ala Shahru Ramazanallazi unzila fihil Qur'an fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumush shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Ramazon oyiki unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq bayon bo'lib Qur'on tushirgandir. Kitobimiz Ramazon oyida nozil qilingan. Uning esdaliklari eng shirin xotiralari va uning kunlari boqiy damlardir. Qur'on umumiy bo'lgan ummatga uning Allohning izni ila zulmatlardan nurga chiqarish uchun nozil qilingan. Har safar Ramazon kelganda biz Qur'on nozil qilinishi ila Allohning bizga bergan ne'matini eslaymiz. Alloh taolo bu buyuk kitob haqida shunday marhamat qiladi: uning oldidan ham, ortidan ham botil kelmas. U o'ta hikmatli va o'ta maqtalgan zotning tushirganidir. Ramazon biz botil ustidan g'alaba qozonganimiz va katta Badr g'azotida kufr ustidan zafar qozonganimiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalari Ramazon oyida g'alabaga erishgan. Alloh taolo bu haqida shunday deydi: Qola ta'ala وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sadaqallahul azim. Batahqiq Badrda oz bo'lsalaringizlar ham Alloh sizlarga nusrat berdi. Bas Allohga taqvo qiling, shoyatki shukr qilsangiz. Islom aynan shu oyda g'alaba qozongan, shu oyda ikki qo'shni to'qnashganda Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisi kalimasi oliy bo'lib kufr mag'lub bo'lgan edi. Ushbu voqea katta Badr g'azoti 13-Ramazon kuni bo'lgan va har safar bu oy kelganda bizga ushbu buyuk g'azotni eslatib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyida Qur'oni Karim ila qalblarni va tavhid va makoni aynan shu oyda fath etilgani, shunday qilib ikki fath jamlangan.
iymon g'alaba qozongan, Qur'on oliy bo'lgan va Allohning qo'shinlari muzaffar bo'lgan, musulmonlar katta janglari ham ularning katta g'alabalari ham aynan shu oyda yuz bergan. Ramazonga xotiralarimizda yana biri vahiy. Amin. Jabroil alayhissalomning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oldilariga shu oyda tushishlaridir. U zot payg'ambarimiz bilan Qur'onni dars qilar, Alloh taoloning ochiq oydin oyatlarini qaytarar, ularning hikmatlarini birgalikda tadabbur qilar va tilovatda alohida e'tibor qaratar edilar. Ular bu oyda ulug' ibodat va go'zal majlis qilishardi. Bu oydagi xotiralarimizdan biri bu sahobalardan ibrat eng avvali jamoatning taroveh namozi o'qilishidir. Ular bir tilovat qiladigan imomning ortidan jamlanib, uning tinglashar, uni tilovatini yig'ilab tadabbur qilishardi. Tunni qoyim qilib, uning uzunligi qisqartirishardi. Ularni ko'rsangiz ko'zlari yosh, qalblari qo'rquv, o'zlari esa qiyo, ruku va sajda turgan bo'lishardi. Ramazondagi xotiralarimizdan yana biri bu oyda jannat eshiklari ochilib, do'zax eshiklari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. Bu xotiralarimizning eng shirinidir. Chunki mo'min inson bu ulug' oyda rahm qilinadi va muborak oyda shaytonning ig'vosidan omonda ekanini his etadi. Yana har bir ro'zadorda bu oyda ikki xursandchilik bor. Biri iftor qiladigan vaqtda, ikkinchisi Robbisini yo'liqqan vaqtda. Har safar bu oyning yangiligida mo'mindagi bu xursandchilik ham yangilanadi va mamnunlik va shodlik ziyoda bo'ladi. Ushbu oy o'zi va o'tgan Ramazon o'rtasidagi gunohlarga kafforat bo'ladi. Bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda bu haqida xabar berganlar. Bu oy musulmon kishi uchun barcha xatolarni poklovchi ekanligini bilgan vaqtda eng katta eslatmalardan biri bo'lib qoladi. Ushbu oyda faqir va miskinlar oyidir. Ular bu oyda boylardan infoq, ehsonlar va yordamlarni olishadi. Ko'pchilik faqirlar bu narsadan shod bo'lishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jannatda bir eshik bor. Uni Rayyon deyiladi. Undan, ya'ni ro'zadorlar kirishadi. Ular kirsa u yopiladi. Ulardan boshqalar undan kirmaydi. Ro'zadorlar nazarida Rayyon eshigining ulug' o'rni bordir." Shoir aytadi: "Keldi senga fazlu marhamatga to'la oy, go'zal xotiralar ichra uni qilishdi ol, qarshi ol. Marhabo, rahmat mavsumi fazilatga boy, solih amal qilaylik, sen yonimizda qol." Albatta. Mana aytayaptiki, shoir o'zini tilida keldi. Ya'ni bizga keldi fazilatli va marhamatli to'la oy. Ya'ni hamma gunohlarimizga mag'firatli bo'ladigan va gunohlarimizni kechiradigan Alloh taolo shu oyda shu oyni shunaqa qilib keltirdi. Go'zal xotiralarimizni, ya'ni xotiralarimizni Qur'onga, yaxshilikka bog'lab qo'ydi. U endi uni ichra, shu narsalar ichra shuni qarshi olyapmiz. Qarshi olishligimiz ham kerak. Marhabo, rahmatli mavsumi fazilatga boy bu oyda marhabo keldi. Kutib oldik. Endi Allohning rahmati, mag'firati tushib turadigan oyda turibmiz. Solih amalda bardavom bo'ladigan bo'lsak, Allohning rahmati bizga tushib turadi.
fazilatlarga boy bo'lamiz shunda. Solih amal qilaylik, sen yonimizda qol. Ya'ni solih amallarni bardavom qilaylik. Ramazonda qilaylikda, ya'ni Ramazon chiqib ketsa ham shu solih amallarni ustida bardavom turaylik, yonimizda qol deyapti. Ramazon oyini emas, shu solih amallarimizni yana shu boshqa oylarda ham davom ettiraylik deyapti. Biz Ramazon oyida turgan ekanmiz, qayta darsliklarimizda kelyaptiki, miskinlarga yordam berishlik va ularni holidan xabar olishlik juda katta targ'ib qilinmoqda. Alloh taolo berayotgan rizqlardan miskinlarga berar ekanmiz. Albatta inshaalloh jannatda Rayyon degan bog'larda o'tirishlikni barchalarimizga, mo'min musulmonlarga nasib etsin. Mana bugun 14 kunligi ham sizlar bilan Ramazonni qarshi olib iftorlik dasturxonlarida o'tirgandirmiz balki. Kimlardir safarda yurgandir, kimlardir o'zini ishlari bilan band bo'lib, og'iz ochishni ham oz vaqtida ozgina og'zini ochib qo'yib bilan ishini qilib yurgandir. Barchalarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Mana qornimiz och holatda yuribmiz, chanqoq holatda yuribmiz. Alloh taolo bu qilgan amallarimizni sabr qilganimizga yarasha Alloh taolo o'zi jannatidan bersin. Barchalarimizni bu kirib kelayotgan hayot ayyomida ham va Ramazon oyi chiqib ketishlik oylarida ham, ya'ni solih amallarimiz yonimizda qolsin, boqiy. Chiqib ketib qolmasin Ramazon bilan birga. Allohim bizlarga Ramazonni uzoq kunlar qilib, ko'p yillar yaxshilik va yangi tavba libosida qaytargan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.